Adam sakalaş, muqam ağlayma adetdə. Yol qısdan açılıb gəlsin, muqam ağlayma aka. Mənə hazır yaraydım şu, mən bir telefon qılaya. Qarğanda bizniki bugungi aziz Cho'lponimiz. Atlatla bisikletli açanda aka. Sakıtıp koydum ha? Yok ya. Muqam anlab sakıldık aka. Sizlarning ana shu muqam anglab o'tirib ishdan sizlarchilar. 2002-yili ovoz qilgan, o'yin qilgan. Ha, mushunmi? Ha, Beijingda qilgan mana. Qaysi vaqt, nada? Hammasi sizda borda biz. Bugun hamda jiqroq parangni sholayli o'tdi. Jiqroq parangni. Hamma narsani so'raymiz aka, so'rayli. Kalınızı kemmiginimi, kegini so'raymiz. Ish qilib biz muqam to'g'riliq jiqroq nasib bilib olaylik. So'rabchi. To'g'ri. Bu televizorda ko'rganda men hamda to'liqsiz vaqtlarimda boshlang'ich vaqtimda ko'rgan mushta turtdingiz aka. Bugun chiqib yana o'xshash turibsiz bu 10 yil o'tib ketdi. Siz o'zgarmabsiz aka. Muqam bilan o'tgan hayot deymiz buncha. Sen ma shunda o'ssang, Shirali akam o'xshash shunaqa yosh tursa, Shirali bilan balkim biz taqdimotga kap qilishimiz mumkin. Agar har qatim Shirali ishonsangiz mushu amroq mashinamizda mushu Cho'lponlar bilan uchrashish programmasida chiqqandan keyin mehmon bilanlar sallish paranglashandi. Siz mendan cho'ngmi yoki men sizdan cho'ngmi degan masala ish qilib bu muhim bir qiziq nuqta bo'lib qoldi. Ammo mana cho'qim sizni shashariyani ashi ko'proq uchirdim. Mana hozir men sizlarni yo senday desam texe, sizday desam ikkimiz sizlashib ketsak boshqalar boshqa tushunadi ekan-ku harita. O'sha tilning yaxshi ravon bo'lishi uchun, kayfiyatlar normal bir qetilishlar bo'lmasligi uchun sendaylar. Hammasi bilan salishib ketdingizlar programdan. Ashundalar bo'lay bo'ldi. Menga nisbatan shu uchrashish Cho'lponlar bilan yaxshi bir sahna hozirlab berdi-ku bu amroq mashinam. Chiqiblam burildim qanday bo'z to'g'rada sha bir-birimizni hurmat qilib sizlashib sili deyishib shunda yaxshi o'tadi-ku. Ammo senning o'zimi yana qandaqdir bu texmi yaxshi hurmatniki ifodasi deb o'ylayman. Texim yaqinlikni shundami? Men bola vaqtlarimdagi og'illarimni hargiz siz demayman-da, shu ashik sen deb. Biz mana andavasadaş balıq qaytaylı balı vaqt ağaynam ısaqdab bilinglar da şimdi. Baytımı bizning programının başlanışında avval biz azraq bir muqam anlagan tuqcho ikimiz shundaq muqam anlab turib chiqib xeyli bir yaxshi tafakkurlarni qildik. Balkim shu vaqtda ekran oldidagi do'stlarimiz bugun shu amroq mashinamda uchrashadigan Cho'lpon cho'qim muqam bilan munosabatda deb ulan bilib bo'ldi. Shuningla siz chiqdingiz guldiroz alqishlar. Shiral. Shuningla sen chiqding guldiroz alqishlar bilan Shirali altikin deb qarshavatdi. Aka şu kichik vaqtlarimda ko'rgandagi naqshlaringiz, sho'x naqshlaringiz muqamni hozirgi zamon uslublari bilan o'zgartib turib aytgan naqshlaringiz bak amroqdim. Endi mashinaga chiqqan har bir odamni men naqsha taklif qilgan xuyim bachar mashinaga chiqiblar. Birinchi savol o'tkirmoq shu. Boshqa hech qanday savolni so'ramaydi. Birinchi savol mush naqsha aytib bering deganga bak amroq bu. To'g'ri. Hem siz sho'x naqshadan birini qo'yay, kayfiyatni ko'tarib, ondan paramizga yasaqqa. Bo'ldi. Qo'yaptimi ham saka? Ovoz bilan ko'taraman. Buldu. Cihanda tatlılar insan riyaz etti. Hani az için eylep kılıp bu can, kılıp bu can. Almak zargandek Kızıl yüzlüm yarim Kızıl yüzlüm yarim Tat dilem yuğargandek Şirin sözlüm yarim
Zavat bilen yuvargan degey Şirin sözlü gül yarim Meşgul. Onlar güldek yarim Hinna güldek yarim Hinna güldek yarim Her birimiz gülseye Aysın bir gece yarim Birin gül benim bunçaya Allah düz gidek yarim Hadi sen gel yarim Yani sen gel yarim Yani sen gel yarim Sen beni ayırsan Ölürsen gel yarim Sen beni ayırsan Ölürsen gel yarim Rahmat. Endi bu ko'rmalarning savoliga o'xshash mening bir savolim bor ekan. Ha. Bu kichik vaqtlarimga o'xshash turibsiz dedim. Shu kichik vaqtimni ko'rgancha yaqinqi 3-4 yil mobaynida sizni ko'rib bo'laman. Endi shuning sababini mendan boshqa hamma ko'rmalarning aniq so'rg'isi bor savolim bor. Shuni bir deb bersangiz. Nimishqa ko'ramidik sizni ekranlarda? Chiqmadingizda naqshlaringizni Şimdi genç kömeği varsa hazır ne? Qorlardan anglab qolamdik naqshlarni. Bak aldira sho'p ketib qolamdi yoki qanday yeniliklar bor demakchi-da. Bu manda birinchidan bayam Sağ efendim degandek hozir ham televizor ko'rdigan ishlamabak yo'qolib ketdi. To'g'ri. Hammalar telefon. To'g'ri. Eng isil filmlarni televizorga qo'yib pasmi yana shu o'g'irlashimda Telefon ko'ramiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan hamda hozir ko'rinmaganimizdagi sababi bizniki mana hozir idorada bizning vazifa bek ko'p. Bizlarga asosan bizning klassik qo'yib degandek ishki muqomni har qaysi sahnalarda ijro qilgan rejissyorimiz idoraning xizmat bismi biroz eg'irda. Shunda bo'lganki butun ko'pincha zehnimizni hozir idorani qo'yib biz bunda shaxsiy bunda ekranlarga chiqib bunda qilgan ishlar biroz kemlab qoldi deb o'ylayman. To'g'ri. Ammo yana shu pat-pat salonlarda hozir eng yaxshi taqdish supsi hozir do'yim bo'lib ketib qoldi. To'g'ri. Do'yimda hech qachon uzilib qolganimiz yo'q deyapsiz. Bir haqiqat bo'lsin. Ko'rinib işte turvatimiz endi shunday qildi. Endi bizniki eng amroq taqdishimiz hamda shu amroq mashinamdagi uchirish programmasi shirali shunga biz bilan pat-pat uchirish to'g'ri og'inam. Mana baytin deb o'tganidek to'g'ri hozir televizor ko'rish hozir nurg'ulgan yoshlarimizni tamamen ehtiyojini chiqib ketdi. Shunaqa baytin sizlar degandek biz telefonda, internetda tez bo'lgan, ritmni tez bo'lgan, qulaylik bo'lgan shu taqdish usullaridan foydalanib xabarlardan dal vaqtida bizim xabardor bo'lyapmiz. Ham televizorni bir qism kishilarimiz ko'rdi. Demak ham shu internetning kuchi bek kuchli. To'g'ri, rasla. Demak bizning programmamizmi sen baytin o'ylayotgan shu dal telefonda shunda ma'noda ko'rindi. Mashinada o'tiribmi ko'ralaydi degandek. To'g'ri. Biz masalan Vanyundaymiz, Vanyun sponsordan jiz naqshlarimizni anglayman ekan. Shu naqshlarni ashuni topdim. Undan boshqa do'yingizni siz har xil chalg'a hisoblarni chap turyapsiz. Mening yana bir qiziqadigan savolim bor. Sizning shuga deyman ekan. Qaysi? Abduqodir Yareliyakimiz, Mavlon Mamtumatimizlar bilan shunda payz naqshlarimiz bor ekan. Dehqon ko'nglidaymiz. Dehqon ulug'mi? Dehqon ulug' ras. Lekin siz sponsor xato yozib chiqarib qo'yibsiz. Dehqon ko'ngli deb yozibdi. Shu naqshlarni jiq anglayman. Bek payzi o'tkir o naqsha. Bamash naqshin bir o naqshlarni bor, lekin savolni so'raylik anglaylik. Ma'qul. Shu Abduqodir Yareliyakimiz, Mavlon akimizlar bilan yana bir pilotlar bormi, yangi naqshlarni bilan hamkorlashish yoki ash bir hamkorliklar bilan to'xtab qolgan gapmi? Bu bek yaxshi bir savol bo'ldi. Nurg'un bizni yaxshi ko'rgan, bizning san'atimizni sevgan odamlar shu uchaylarninki birlashganiga bek hayron qolgan, xush bo'lgan. Xitoy shunday yaxshi bir boshlanish bo'lgan. Ma'lum nima sabab bo'ldi hamda pulni kelishi ham anglamayapti. Naqsh aytib pul topmoq bo'lmaydi. Vaqtning o'tishi bilan Mevlan o'z oldiga uning bir gruppasi bor. Mevlanni. To'g'ri. Meningki bir ayrim bir ansamblim bor, uning bir gruppam bor. Mening gruppam asosliq shirkat pul berdi. Shular uchun chalamiz muzikani. Demak, hamda shu
hem de hammalar hem de asli mana siz degandek o'tkir. Aşırı üçeylen asli o'zimizniki san'at yo'limizni birlashtirib bundoq aytmagan bo'lsam, bizniki taraqqiyotimiz va o'ylayman bek uning hozirgidan yuksak bir holatda o'tib ketgan bo'ladi. Chunki men ko'nglim bir xil yerim bo'ldi g'ayri nimaga deganda bizning ucheylanning birlashib shu bir nima albom chiqargan biz. Oynang derdi va balla degan. Siz shuni so'raysiz. To'g'ri. Shu Oynang derdi va ballada nurg'un chiroyli naqshlar masalan Diqqon ulug', ko'rkam Tangir tog'lari, Qashqar qizi nurg'un chiroyli ohanglar taralgan linkin ve televizorda Şinjan televizyonasining programmaning Qurbaytib olsun, boshqa programmalar olsun. Bunun da naqshlarimiz gelmiş. Bu şeyler bir xil yo'linishda yapmagandan nurg'unlig'an çoğunlar olsun mesela 80 yaşlık adamlarına tüvengi basam hoş geldin sorayım ben. O üçünler diyen şunda çıraylık şunda yaxşı belen kepken o üçünler körenmeye kaldı. Boyturkunlar mı şunlar gelgen adam? Boyturka kilişkenlik. Ükünge yeri ben Mevlan'dan hem de diyen adaş olsam şunu şeylerini bir çıkırdıgan fakat onun koldan imi bağımız mı? Bütün işxana Doğru. Onun şirket, onun boğandaki üçeylen bu işini birleşip kılıp etken olsak belki yaxşı oldu dedim. Hem de kim bilir de bu hazır demek ki emmeyle turmuş elekçiliği. Doğru. Her xil sebepler tüpeyledim. Bu şu şeylerin ki aynı vakti yaratkan eserlerimiz, ilan başı kalıp kalbiri var. Ben oylayayım çokum bence bu şu şeylerin muşkıl yolun işte yana nakşılarını çokum icra giderleyimiz şu yol uzattığının içine çıkmaz diye bir makam. Öyle mi? En çok ümidimiz şu. Bizme hem şu ekran aldık dostlarımızda hem şu baytın siladik sen degende kadar tüven güç sanlamı halkımız mana üçünler şunçilik yaxşı kuylar bilen esil kuylar bilen bizim maneviyatimizin beyit vatsılar üçünler yeni birleşip yeni bir icadi kuylar onlar yakı kılap ahanlarını bizge yetküsanlar da ütüp demez mi adaş? Bu hemmimizden planı, hemmimizden güzel arzuyumuz olsa üçünler yeni bir kıtım texim güzel kuylar bilen biz bilen yakın adlıkta bir uçuraysanlar adaş. Elbette. Emse eslash xarakterida shu narsani bir kelayapti ya. Oh, 2 yil siz o'qiyotgan ekanmi? Ha. 3 yil sizlar bo'lsizlar-da. Bu şair Muhtar Buraniki. Ha, Muhtar Buraniki. Namırın şiiri. Bunu aşı Mevla Memdun özü akortlaştırgan. Onun hizmeti biraz kıyında, bütün dersi teyyar kıldan çakırda onun asan emesen. Çok birer, çok sorsam soğuktu gülhan yanı. Çok birer, çok sorsam soğuktu gülhan yanı. Çankığında su birer teşnalık yerli Dikkan olur, dikkan olur, dikkan gülü alıyor. Kırık ademge vay huzur, bir tane dikkan koğunu, min cemaat yeter. Tunurdu pişkan akdemi. Dikkan olur, dikkan olur, dikkan yolu alar yürü. Bir şey bildik ama dikkan olur, dikkan yolu alar yürü. Rahmat. Biz doying internetning kuchini davet qilamiz hisobga. Doyingning kuchi, internetning kuchi bak kuchlikka deb, rost kuchlikka. Men Shirali akamni ravopli chalalaydi deb o'ylaydim. Lekin men shu doyingga kirib, andikin shu Shirali akamniki doyingsini ko'rgandan keyin, voy bu Shirali akamning chalgan narsa oz emasga deb o'ylab qoldim. Ba'zilarini taniydi ekanman, masalan, Bag'limni taniyman, undan boshqa ravopni taniyman. Qolgan ba'zi chog'alaringizni hatto tanimay qolgan ahvollarim bo'ldi ekan. Mushkullar to'g'riliq hamda so'zlab bersangiz. Bo'ldi.
Köp valla bu sen çelevatkan kandak çalgı esba dedi endi. Ben hem özüm ve oylayman hem de şu çalgı esbabka bulatma tarihli çalgı esbabka bek yerismen cümle. Tarihli çalgı esbabka. Ben özüm senet institutda 12 makam kesip okuman. Onu da sırt ravab dersine bizge qo'shimcha o'tadi. Mesela ben tar çaldım. Bu tar çalsam Nurgullah bu kandak çalgı esbabka dedim. Bayam siz deganimizdek şu ben doyunlarda şu tar çaldım. Yani rabab çaldım. Bağlama çaldım. Elektronik saz deymiz onu çaldım. Qilib odamdan boshqa hamma chaldinglar. Hamma chalsalar bor. Nimda shu biz tayyorlab etdik. Biz tayyor qilib qo'ydik. Sizning ishxonangizdan aka chandatmay turiblar. Narsangizni hammasini endi olib chiqib oldik. Kechirgaysiz o'g'irlab qo'ydik. Shirali basun dedi desaklarimiz berdi bu. Berdik ekan bu. Mushu cho'g'i Shirali odacha. Ma bu tar emas, bu banjo deymiz. Bu Yevropada banjo. Ma o'rta sharqlarda chaladi. Buningki ovozi o'zgacha. Buningki biz qoidalari men bayam degandek shu ravobga o'xshab ketgan bo'lg'achqa. Buni e'laqamanga chilish qiyin to'xtumida. Yaqinda shu doyinda bizninki 12 maqomning ichidan Chabiyat maqomining julasi deymiz. Hammaning chiroyli biladigan ahang. Ben seni külüp canı degan. Şu ahangni chelib edim Nurg'adamda onun qilib video ishlab taqib turibdi. Naqshda ijro muzikani ishlab turib shunday o'zim qo'shib qoldim. Bundan keyin ko'proq shu muqomlarni, shu chalg'a asboblarni ko'proq ijro qilsam bo'ladi. Unda sizlarning şu ekran oldidagi, şu mashinadagi uchunlar, ishkimlar. Şu jula Chabiyat maqom julasini bir ijro. Oldu. Mana. Qo'yatdimi aka naqshinamsa? Jula degan usul degan gap o'ynaysiz. Voy, men topchalar qada. Mayli. Yaptık. Bir içen avazda. Teksin bir desek ketmaylam sen ay buldum G'amga mubtala buldum Oy Bayda sende gül var Ateş güzdük cananım Cananım ey Vay ateş güzdük canan. Rahmet aka. Onun kendini banjo. Banjo'nun işçiliği ki yani avağa nasılımız bayağı aka. Banjo bek. Mesela Türk oynayımız var ama biraz sohbet ettik. Banjo. Demek ki sizlar şu doyunda çıkarıp gelgen müziklerin var mı şu banjo bilen çapla etkidekli kılıplı çıkarıp gelgenler şimdi ama ulan bu müzik pul kaşayımız hep yürümüşsün bulayım mı bu? Onda olsun ben mi yakşı köygen köylerim boz hayt dep koysam şu banjo olup bir et çıkarıp samada çalır. Ve müzik pul kaşayım dep ağır olmayacağım ötkür pulga mıraklığında takatı pul kaşayım gelmeydi. Çok zor oldu banjonun mu? Hem de Mesela bayam dedi muqamni men sanat institutiga kirganligidan uyinib, mesela ravablanmış vaqtlarda uyinib oldim da. Endi jiqa adam aka o'qigan kasbi bilan qilgan ishi o'xshamaydigan ishlar bo'ldi. Siz endi kichkinizdan tortib muqamga qiziqib sanat institutiga o'tganmi yoki boshqa san'atniki boshqa turlarini qilma deb muqam o'tib kelib, andan muqam bilan shug'ullanganmi? Bu bunda bu azraq faxrlanib ta'sirlaydigan bir gap bo'ldi. Nega deganda men kichigimdan naqsh musiqiga bo'lgan, ularning xalq naqsh musiqalari bo'lgan ishtiyog'im bek kuchli o'zinglar bilsa, qadimiy Qashqar dal shu xil ma'naviy o'choqlarni. To'g'ri. Mush paytlarda men shunday bir yaxshi bir balliq mezgilimda shunday yaxshi san'atninki eng klassik mushkil an'anaviy shaklini qo'llashib ketayotgan mezgillarimda shunday bir o'zimga ravob chelishdan iborat xalq naqsh musiqalari muqomlarni shunday yaxshi ko'rib aytib shunday turayotgan mezgillarimda 1995 yil 94 bo'lsa kerak o'sha yerda
yaxshi ustozimiz Abdulla akam nimaga kelib qoladi Qashqarga kelib dal men ashaqda bir ishdan sirt ishlaydigan bir restoranda shu yerga kelib qoldim. O restoranın ismi Çolpan. Çolpanlar var da. Çolpanlar teklif qilib kelib qoldi. Kelgandan keyin Abdulla akam meniki seni qobiliyatimni ko'rib qo'y sen o'zingni chaladi ekansan, aytadi ekansan, bunda qanaqa talant onda Allah senette bu yolun işte mangalla pek az özçülüp özü eğitiş bir çalgı asoplarını biliş bunda kıyın iş o sen olsa yakında nimede şu Ürümçi'de Şincan Sanat İnstitut'ta mukam sınıfı da bir mukam sınıfı içinde de bu eğer sen muşu sınıf kirip kalalısan Ahmet'in kaygını şu çünkü kandak Ahmet degeni birinciden bunu devlet özü pul төлеп okutular. İkinciden bununki hizmet ornu muqam. Ben nereden hizmet tepip bunu bilmeyimiz de şu anda Abdulla akam bana şu kıymetli küçülüm dedi. Benim hazırkıdaki bir muqamçı olup müştaq yaşlarga tonulup olup muqam ansambılda işlep kılışımga aşı kişi sebepçi olgandı. Program arkalık. Naqlı so'roqda bu savol. Mana bu minnettarlık duygusu. Şerali o'zi ish qilib biz. Siz bilen tanıysınız? Men qat'iy bilmaymanman. Musolni Memnun tunji qitim anglashimiz. Qashqarga ketib bormoqchi naq maydonni mana savol so'rag'animni. Burun boshqa ziyorat qilib boqmaganman bu savol tug'ildi. Abdulla akamning o'zining bir programmasida bo'langan. O chaqda bo'langan. Demak, buni men o'zimninki bir kichik bir xotiram bor. Shuningmi atay she'rlar yozgan bu haqiqatdan buni o'zgartirib olmaydi. Shu vaqtida hamda shu Abdulla akam menga mushunday muqam sinfida bir sinf ichildi fikr. Bo'lsa sen texnik tekshirib qo'y. Falan naqshimda o'rgangan. Şu Sanat İnstitut'un Qashqarga imtihon bergani kelgan vaqtda men sana xabar qilman. Shu imtihon ber, ama sen cho'qim oliy maktab imtihoni qatnashsa, o'sha oliy maktab imtihoni qatnashgan chog'da, oningdan yaxshi numar olmasang, bu sanat kasbidan natijang bo'lib, ma fanniy darslarda nazariya jihatda, universal bilim jihatda. Buningda agar sening oliy maktabga ma'lum o'lcham bor, shuni o'tamasang yaxshi bo'lmaydi dedi. Bo'ldi kitob ko'rib darhol oliy maktab imtihoniga qatnashdim. Deganimdek qandaqli bo'lmasin yaxshi bir natija bilan oxiri Sanat institutininki chaqirib shu sinfga. Dal shu sinfga keldim. Meningki muqam ansambl kirishimda o'zimning xotiramda yozgan bir kichikgina bir jumla esimda qolib qoldi. Ya'ni men muqamga imtihon berganda sahnaga chiqqan vaqtimda men bir jumla gapni qilgan. Ya'ni hurmatli o'qituvchilar, saboqdoshlar, bugun sizlarga imtihon berish oldida turibdimi? Bugun sizlarga imtihon beradigan ahangim, ya'ni panjigoh muqomini sizlarga ijro qilma. Panjigoh muqomi deganimiz, panjigoh deganimiz, ya'ni bu Farschadan kelgan. Yani penci deymiz. Qo'lning penjisi deymiz. Penjisi ochqandek buni 5 degan gap. Goh degan o'rin degan gap. Goh degandek o'rin degan ma'no. Ya'ni 5-o'rindagi muqom Nimaga rattarda olsam 5-si penjigohmi? Va bu penjigoh hamda hayotimda kallamdan chiqib ketmaydi. Naq maydonda tutaman. Penjigoh degan shu 5-o'rindagi muqomni sizlarga ijro qilib berma desam, mutaxassislar shu chog'dagi shu o'qituvchilar ko'rib, bu balni ham ijro qilish ortiqchiliklari ekan. Ovoz ham yaxshi, ham nazariya ham yaxshi ekan. Bo'lsa, mana bizga shunday muqomdan tadqiq qila oladigan, 12 muqomni tadqiq qila oladigan, ham ijro qila oladigan shunday odamni elish bizning cho'ng nishonimizda. Bu balni biz tarbiyalasak bo'ladi ekan. Muqom ansambli. Shunday bir omadlar kelib, shu bo'lgan endi. Lekin birinchi sababi boyam deganimizdek, ustozimiz Abdulla akamniki shu bir qimmatli uchurlarni bizga yetakchilik qilishi bilan shunday bir muqam ansamblida ishlab, katta mashinalarda o'tirib. Bek to'g'ri gap qilding, juma shirayli qo'sh bo'ldi malash. Mana buni biz minnatdorlik tuyg'usi deymiz. Shu Abdulla akam to'g'ri sizlarga bir bog'lanishlik bir ko'rik o'padi. Yoki bo'lmasa shu bir fursatni shu bir yaratdi-da. Lekin qolgan tirishchilik baytin deb aytgandek uzanlarga bog'lashdi. Yana nurg'ulg'anlarga har xil sabablar tufaylidan shunday qimmatli fursatlar berilgan vaqtida ular shu fursatga erishib bo'pla shu tunji qitimliq mush ishqa
kimning bağlab bəgənligi yoki kim sabablik bo'lib mush yo'lga kirib qoldingiz, uni unutib ketadi-chu. Balkim u odamni Abdulla akam hozir ko'ryapti, sizdan sendan jiq narsa talab qilmaydi, ammo mening mushu hozirgi bilgan mush minnatdorlik tuyg'usi shundaqku. Mushuni Abdulla akam sabablik men bugunimga erishdim degandan keyin Abdulla akam bo'ldi, hardig'im chiqib bo'ldi. Sendan shunchalik xo'sh bo'ldi da. Bu minnatdorlik tuyg'uni biz to'xtamay ta'kidlashimiz kerak. Bu bak muhim bir nuqtada. Shunashqa sizlardan suyundik, xo'sh bo'ldik, natijanglar texnik qutuq bo'lsin, muqamga varislik qilib, texnik go'zal melodiyalar bilan har vaqt bizning bu qalbimizdagi muqam tashnaligimizni qondirib turinglar. Qondirib tur. Sizlar kattamiz aka, bo'pti. Program tugani salishib qolasizlar. Bu deb qoldi, saqqa bak omrahma muqamga deb. Bizmi anglaymiz, mana yosh bolalar bo'lsaqmi muqam anglaymiz. Bu programmamizdan da Qarangba, Naqshba uyumi barcha siraydi. Bir deyish baqli aka qaysimiz muqamni bakroq g'ingshib o'qishni yetalaymiz, andikan sizlarga ham to'g'ri topa oladi. Shuni bir o'yin qilib o'ynab baqmamdi. Qandaq o'yin? Men mashina to'xtatib, o'yinni qaysida belki payz o'yin bu. Mashinani to'xtatgandan keyin bir o'ynaylik. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Mashinamni to'xtatib oldik ve to'g'ri joylarga, endi o'yinning qaysida bayam demoqchi o'yinimni. Bu o'yin menda o'yin aka. Siz bayam bizga nima chapdingiz? Banjo chapdingiz. Endi bizga yana bir narsa elib olgandik-a? Nima elib olgandik aka? Alimiz endi. Shiralining o'zining kasbi bilan munosabatli eng amroq ravab. Ravab navab. Endi ravabni siz chap bersiz, bir kuch chap bersiz, biz topamiz. Qaysimiz muqamni bakroq anglaymiz bir tepish baqli aka. Muqam ahanglardan chap bersiz. Ha, qiziq bo'lgan bo'ldi. Lekin biz buningda biz men muqamdan shu rost gapsam qancha muqam botdi? Bu manda. Qancha muqam botdi? Muqam desa bu no'yat qiyinlik emas, amaliyat sizlar to'y-to'ylar ahanglar. Ha. Jiq ahanglar to'y-to'ylar anglar. Masalan, yig'inshi olib ismini topamizsaqcho. Oxirida g'ingshiyasiz ketma? Chunki muqamning ko'pinchisini ish qilib balkim men ko'pinchisi emas, bir qismlarini o'sha g'ingshiyalishim mumkin, ahangini topa olmayman, lekin uning qaysi muqam ekanligini 12 muqamni hozir sanab desam bilamisan, men hozir bildiganim nova muqam bilan ilqi. Mana yana unutdim mana. Men deb beraymi? Rak, mushawarak, chabiyat, nova, panjiga bormi? Panjiga 5 oldimi? Iroq. Kechish yatlabdim ma. Yo'q, Rossiya. Tartiblan desakchi birinchisi. To'g'ri chiqadi. Bo'lmasa xato. Shundan. 5-chisini men bilib olgan. Rak, mushawarak, nova. Rak, mushawarak, nova. Yo'q, chabiyat. Oh. Muqam peshvosi. Chabiyat, nova. Chabiyatdan keyin mushawarak. Siz sanab bering. Shahargoh. Panjiga. Ilk 5 panja. Uzhol. Bayam bir DJ aşna içindeki bir küçük bir küçük bir DJ'si. 6. Özhal, 7. Ecem, 8. Oşak, 9. Bayat. Bayat ne demek? 10. Neva, Sigah, Irak. Ne yaptın? Ben şu 10. Neva'da. Neva'nın bek bilip aldık hemen. İşte Neva'nın dan diyen Neva o dayım adı. Yapmıyor. Bu ya. Bir çelim var. Ha onda var. Aşnak müşnak demek çok var. Hem sadece asan mukamlardan. Mukam degende mukaddime yani. Mukam elaqı tötçoğun bölek bilince bir nazariye sözlep körünlerler konuşan. Demek ki mukamın içinde udarsız, sozab eğitilgan, zağırtılgan delip sozab eğitilgan yerini muqam deyimiz. Muqam. Bir adam sizli kövmey turup sozab bir narsa eğitip atkan bolsa, madem jep muqam eğitip tuttu deysizler. Ritmga tushgan. Yani eğitip atkan bolsa, madem chirali naqsh eğitip tuttu deysizler. Ne gap to'g'ri. O'sha naqsh e'tib atgan bolsa, balkim topa olishimiz mumkin. Ammo o'sha naqsh e'tib atgan yerida siz topa oladigan shekilli, ya. Unda o'zi menga tampons qilib tep olganman. Ana. Koyundaki her zaman bir kuyunlamadan. Emiyetim değil mi kardeş? Niye pauzum etti? Siz taptınız. Taptın mı? Navai gazilini taptınız. Navai gazilini ettik. Doğru çıktı. Qaysi muqamni?
Nava muqamı da. Demadi. Nava muqamının yani muqam beşi. Yani muqaddimisi. Nava muqamının muqaddimisini aytdim cuma gör. Topdunuz. Rahmat ağaynam. Sizga bir necha. Ahan sizga yod ekan. Ahan ya da jiq ahanlar bayam dediniz toy to'ykilar bilan televizorlar var ham ko'ramiz, lekin ismiga diqqat qilmay anglatganmiz. İsmi yani meni yo'qman kishi o'xshash nava muqam ichidagi bir bo'lak. Ya'ni bir muqam 2 soat keladi. Bu 2 soatning ichidagi nurg'un ahang varda o'ylab baqdim. To'g'ri. Yana o'xshash o'sha eng beshi bayan muqaddimasi. Eyti bir 30 necha minut yiliga kelgan chaqda navan muqamining julasi. Meshrab g'azali bilan men gondin ketar bo'lsam meni yo'qlar kishim bormi? Meni yo'qlar kishim bormi? Gariplik şerde yürsen meni yo'qlar kishim bormi? Hem dergiz esingizdan chiqmaydi. To'g'ri. Mush ahan hammadan ko'pincha odamlar biladi. Bizning naqshchi san'atkor bolalar nurg'un aytgan bu ahan. Ko'plari biladi. Mush ahan chiqqan chaqda bu qaysi ahan degan chaqda bu nava muqamining jula qismi. Julasi. Nava muqamining jula qismi bu. Julasi desek bo'ladi. Yo'q, bunda desa bo'ldiki, ha. Men qilishgandagi bir numar berasiz albatta. Siz ahangni mana yodi bildingiz. Yodi o'sha ahangni sizning qalbingizda bor. To'g'ri. Siz balkim cho'nglar aytgan yerda bo'lsin, biror to'ylar bo'lganda bo'lsin, anglagan. To'g'ri. Yoki buning CD'lar chiqqan bo'ladi. Shuni anglaganda isingizga qolib qolgan bildingiz. Demak, ismini bilmadingiz, ahangini bildingiz. Qanqishmadingiz. Bir numarmi? Lekin siz saq qaraganda saq ahangni topdi, ham ismini topdi. Ammo siz ismini topolmadingiz, ahangni o'zini topdingiz. To'g'ri. Hamsa birdan olib qoldi degan gapmi? Birdan desang, yerimda. Hamsa eng og'irqisini ikkalab talishib topaylik. Bo'ldi? Ha. Yengilgining tantagisi yo'q. Ahangni topdingiz, ishkiling o'xshash. Ahangni topdinglar. Endi ismini tepish kerak. Ismini tepish kerak. Birdan keladi. Tang desam. Men mana o'qib ketib qolsam, deb tegib qoldi-ku. Navaning oyliqi yeri ketib qolganda kesib qoldim-ku, masalan. Bayam ikkinchi qitim chag'a yeriga ulinib ketib qolganda kesib qildim. Shu men buni yana nava deb beraman. Xato. Amshina xato oldi. Menchu 5 ki turib baqaydi. O yo'q, birga deyim, panjiga qadamsiz. Panjiga qa. Yo'q. Bu qaysisidir? Da baqaylar da shunda bo'lsa biz. O'zhal. Oy, men tanış oldum aka. Men boyamelik DJ, men mushning 5 shu. Demak, ana adda DJ shakli bo'lganligi, emlak ahangdir. To'g'ri. Ritmini o'zgartirib aytgandiki, sizlar qaymoq qoldi. Men namsa tutdim aka. Bu is abaytı yerim numaragan sen ma. Şu bir yerim buldum, siz bir qalmaysiz. Men jiqanlaydigan men. Biz abaytı numar bermeylik bu. Ben tutgan hesap bo'ldi endi. Mana. İkimiz talış bu to'qan. Onu da dememse de yandım tuttum devlet meni aşıp. Jilib qoldim da. Çağızı yo'sak. G'ayrik salondagi bir yerlarda chiqirgan shu mana. Bu qaysi bu? Hangi tunayken
yayalar şu kadar şu ha. Direkt Desene. Manda garip senem ahanglarda ilingan nakşlarda %90% mukamlar ya. Yine hem de maninki sizler isminle tapsanlar ya bana mukamdan ariye dep besanlar oldu. Öyle ki julası itti falan inç kaldı. Mesela Şu falan mukamdan ariye diyenin çıkanı bir tip besanlar. bu çabiyat mukamı. Ya. Ben Sen tüydün ben neyim sen. Dip boğan mukamlıçılık ahanglar. Özhal. Özhal. ay Saptı bu. ben yani sen bak gel sadem ben. Özhal mukamının dastan kısmı. Lekin ma oyunu Oyunlarının içinde nazik çemen var. bu oyunu oynap aka. Bir narsa esqilib biz ahangını biraz bilkemiz. Lekin aş ahangını anlaganda biz bir qarab bilgil bo'lgan ekan-ku, masalan, nimani anglayapmiz, shuni bilib qo'ysak, umi bizga bir yaxshi bilim bo'ladi. Ortiq olmaydi-da, albatta ortiq olmaydi. Hozir muqomlar deb anglayapti, lekin shu 12 muqomdan qaysi muqomning qayı tarafi, muqaddimasi mi, julasi mi? Anda içinde Desek biz muqom professori tutmadık. Sizlarning yo'lida berib, namni yapsa yana qilaverli, ha. Mashina haydab meni beray. Biz men taqay, men taqamadim-mi? Men taqay. Siz mushu adir mushu asosliq mushu muqam bilan shug'ullanyapsiz shunda. Aytgan kuylarning asosliq hammasi mushu muqam to'g'riliq. Ya'ni muqam bilan munosabat shundaqmi? Buningdan keyingi yana baytim biz Mavlon, Abduqodir, siz to'g'riliq hamkorlikning bizning talabimizni deb o'tib bo'lsa, texim yaxshi hamkorlashib, buningdan keyin texim esil ijodiy kuylaringlar bilan bizga davomli xizmat qilishni unutib qolmasanglar, hamda sizdan o'ylayotgan buningdan keyingi planlaringiz bor qachon? Buniki planim nima deganda amal bo'lsa shu muqamga aslihatda varislik qilish. Varislik qildik endi. Demak, shuni o'sha dunyo jamoatchiligiga asli an'anaviy usulda bir ko'zitish, ya'ni bu amaliyoti bizning davlat tarafdan bo'ldi bu ishlar. Davlat shuni kuchaydi. Shuni kuchiga biz mana bizlarningki Uyg'ur 12 muqomini qutqizish uchun davlat nurg'un pullarni ajratdi, iqtisodni ajratdi. Nurg'un ayamsizlik ko'rganda shunday katta cho'ng idoralarni sepadi. O'sha nima biz asonliq millatlarning jumladan Uyg'urlarningki muqam san'atini texnik rivojlantirish, avlodni avlod qoldirish va dunyo miroslari qatorida o'sha cho'ng bilgachga bunchalik katta ishlarni chiqarib berdi. Mana o'sha ekran orqali qoldi bilan biz davlatga, partiya hukumatga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Bu rahmat albatta bayon deganda haqiqatda kim bunday qila oladi? Biz dunyo kezib nurg'un o'maklarni ko'rdik. Hech qanday yerda dunyoda bizning ansamblda bunday ansamblni men ko'rib boqmadim. Yani cho'ng bizning idora. Bizning idoraga nurg'un dunyo qaysilardan tadqiqotchilar, muqam tadqiqot qilganlar, muxbirlar kelib bunday ziyorat qilib ko'rib hayron qoldi. Mushunchalar ko'lamiyadi bir ansambl mı bu? Ansambl başka yerde. Bu ansambl bir küçük olsa bir 40-50 bin falan öyle de. Ama bizden idarenin bek çoğun bayamsızlık. İdare hem çoğun hem bek hayvat sevilen idare. Şu partiya hükümetinin ki bizim olan hemkorluğu, bizimki medeni miraslarımızla, 12 makamlarımızla qoğdaş üçün müşkilik ecir kıyığına köp rahmet diliyorum. Ben bunun planın asildeki an'anaviy shaklni asos qilgan asosda, ya'ni shu davomli o'zimizning xalq naqshi musiqalari, muqomlari va ijodiy ohanglarimizni rivojlantirish. Shuni asos etmenish o'ylayman. Nima deganda hozir bütün bolalar mesela naqsh musiqa shug'ullanayotganlar o'zining bir tutgan bir xos yo'linish bo'lishi kerak. Xos bir yo'linish bo'lishi kerak. Men bu muhabbet naqshlar, ammabab naqshlarga yetibasa, boshqalarning unda yetibasa bu taraqqiyot bo'lmaydi. Men bir yerga kirib olsa bo'lmaydi. Men o'zim o'qigan bir kasbim 12 maqom va xalq naqshi musiqalari bo'lgan ekan. O'sha mushtarakda ijodiy klassik ohanglarni yaratish. Mesela ben burun aytgan attam çalgan tutari. Tutarım to'g'ri. İcadi ahang ama muqamdan chiqqan ahanglar. Shunga o'xshash ahanglarni ko'proq ijro qilib, o'sha jihatda izlab, mush sahada ketibsam o'zimning bir baxti deb o'ylayman. Rahmat. Tilayim deb qoldik aka. Bir naqshi bilan xo'shlasizlar. Sizning eng omroq bir naqshingiz bor men qo'yib o'tdim.
Müşavirek mukamı. Vay bari deydu, yendi deydu, minnim yarim, minnim yarim. Vay bari deydu, yendi deydu, minnim yarim, minnim yarim. İgiz zaman açtı deydu, bu italimni, ayren bu italimni, vay da dey bu italimni.